O'rtoq, mana ko'ningni qara, Suroy opaga tiktirmoqchiman-da, shuni. Voy, vashshi rasvo, kufasini eskirib ketgan hozir kichik bundoq narsa kiymayapti, menga vashshi yoqmadi. Bo'pti, boshqa tanlarman. Baraka toping Suroy opa, zo'r chiqdi kiyim, rahmat. Suroy opa, bu ko'ning bo'lmadi-da, boshqa fason qaraylik. Bu men tiktirmoqchi bo'lgan ko'ning edi-ku. Jinnimisan? U fasonni bandagi boshqacha boylangan edi, bunda boshqacha boylangan-u. Sen Habib, bo'lma, yiroqatlanamiz. qiynqali bor ekan, qanaqa qilishadi bu yerda? Yaxshi qilishmaydi, undan ko'ra osh-posh yeganing tinchroq. Rahmat kattakon. O'rtoq, mana bu bola yozuvdi kecha Instagramdan. Tanimaysanmi? Qanaqa bola? Taniyman, g'irt mashinik, iflos kichik o'g'ri, agar gaplashadigan bo'lsang, точно aldab ketadi. Yo'g'i? Blokka tiqma. Sразу blokka tiqamda. Sen noto'g'ri tushunma, men u bolaga borib o'rtog'imga yaqinlashmagin deb tushuntirib o'tdim. Bo'ldi, yur shopping qilamiz billa. Shopping, yaxshi ham shopping bor, qizlar oldigan. Ana Melluzga ham keldik. To'xta, bu yerdagi Mella Plus nima u? Bu Mella Uzug'unchada ochilayotgan yangi filiali. Mella Plus 12-iyun kuni ochiladi. Ochilish munosabati bilan 2x cashback aksiyasi bo'ladi. Bu cashbacklarni keyingi xaridlaringni uchun ishlatib turasan. Mella o'z oldin Gangada bo'lmasmidi? Ha, Gangadan Ko'kchiga, Ko'kchidan G'unchaga ko'chyapti. Endi G'uncha filialidan ham original, asl turetskiy narsalarni topa olasan. Ko'kcha filiali yopilganmi shunda? Ko'kcha filiali bu yoqga outlet ko'rinishida faoliyatini yuritar ekan. Bu yoqdan razmeri kam qolgan kiyimlarni, oyoq kiyimlarini zo'r skidka narxlarda xarid qilishing mumkin. To'xta, ustunligini qayerdan olding? Mana G'uncha filialidan kiyib ko'rib yoqsa olaman deb. Kiyib chiqib men bilmay qolishdi.